Assalomu alaykum. Аңлаватқаныңла Шинжаң Халық нәшрияты тарафыдан нәшр қылынған тарихи роман Баявандагы Гүлхан. Авторы Ғулам Өмәр. Birinchi qism. 11 bab. Davomı. Tavfiq atrofidagi yezilarga, yiroqqa so'zilgan etizlarga baqqanicha qo'shovimizni turib sal o'ylanib turib olib, yana shu manzirlardan ko'zini uzmasdan so'z boshladi. Man Tijanda Oq mahallasida Qunajim ochgan maktabda o'qishdan ilgari Eksaqda o'qigan edim. Eksaqda o'qiyotgan vaqtimdan boshlab so'zlab beray. Bo'lmasa hikoyam bak cho'lta bo'lib qolgudek. Uning ustiga yo'lmi uzun. Mamtili apandi bir navra inisiga lappada bir qarab qo'ygandan keyin yana ko'zini yiroqqa tikdi. Issiqda uning mag'zi texmi qizarib ketgan edi. Bu 1915 yillardagi ish. Türkiyalik Ahmet Kamal İlkul 1889-yili bugungi Gretsiyaga qarashliq Rodos oralidagi Rodos shahrida tug'ilgan. Tug'ilgan vaqti haqidagi ma'lumot Ahmet Kamalning Bir yetimning hayoti nomli asaridan ilingan. 1914-yili 16-fevralda İstanbuldan ayrilib Atuşqa qarab yo'lga chiqqan. Uni bu xizmatga avatkuchlar Ziya Gokalib va Talat Pasha bo'lib, Talat Pasha haj munosabati bilan Istanbulga kelgan musobaylar jamoatidan bo'lgan Obul Hasan hojiga havola qilib, Ahmad Kamalni himoya qilishni o'tingan. Ahmad Kamal bu safarni 27 kunda tamomlab, 1914-yili 14-martda Atuşqa yetib kelgan. 1914-yili 19-aprelda Darul Muallimin maktabi ochilgan. Qashqarda va Urumchida turmalarda yotgan. 1920-yili 18-iyunda Yapon paraxodi bilan Shanxaydan Hamburgga, u yerdan Rishid Pasha paraxodi bilan Turkiyaga qaytgan. 1966-yili 22-mayda vafot bo'lgan. Bu ma'lumotlar Ahmad Kamalning Çin Türkistan Xatirlari nomli aslimasidan ilindi. Bu asarning oxirgi nashri do'stim doktor Yusuf Gedikli tarafidan nashrga tayyorlangan va sharhlangan. Turkiyalik Ahmad Kamal Eksaq maktabda o'qituvchilik qilayotgan chog'lar edi. Men sana ustozim Ahmad Kamalni nima deb tasvirlab bersam bo'ladi ekan? U menda eng cho'nqur ta'sirot qoldirgan bir kishi. U menga hayotga qanday qarashni, odamda g'oya va aqida bo'lishi kerakligini, hamda bu g'oya quruq so'z bo'libla qolmay, kishi o'z g'oyasini ishga oshirish yo'lida qanday qilish kerakligini o'rgatgan edi. Men ana shu kishidan dastlab vatan uqumini, millat uqumini, nodonlikning halokatga elib bordiganligini tushunib olgan edim. Mening sho'x mijozim, savolga to'lgan qalbim, tinim topmasligim, xotiramning kuchlikligi ustozimga bak yoqatdi. U darsdan sirtqi vaqtlardami fursat tepib, men bilan cho'ng kishilar bilan paranglashayotgandek paranglashadi. Menga Yevropadagi cho'ng shaharlar, bog'chilar, dengizlar, oliy maktablar, zavodlar haqida so'zlab beradi. Uning hikoyalaridagi hamma yangilik qalbimda tugumas savollarni qo'zg'aydi va men uni savollar yomg'irga ko'mib o'tdim. Ahmad Kamalning tarbiyasi va parvishida kelgusiga talpinish, tirishib istiqbol tepish, tirishib vatanga xizmat qilish istiki tug'ilgan edi. Biroq Rus konsuli va Qashqar boylaridan Ömerboy qatorliqlarning hukumatga chiqishi bilan u hapsiga ilindi. Şunun bilan ustozimdan ayrilishga to'g'ri keldi. Keyin uni Urumchiga yo'llab o'tishdi. U yerdan vataniga qaytib ketganmish. Uningdan ayrilgan vaqtimda men amdila yigitlik yishiga qadam qo'yayotgan o'smir edim. Akam ikkimizning ashundoq bir odamdan tarbiya olishimizga dadam sababchi bo'lgan. Agar Axun dadam bizni yangi maktabda o'qitishga undamagan bo'lsa, bugungi tavfiqning bo'lishini tasavvur qilishmi ta's edi. Shuning uchunmi Axun dadamga minnatdorligim cheksiz. Keyin akam ikkimiz Tijanda bir mezgil o'qigan bo'lsaqmi, lekin ko'p o'tmay maktabdan ayrilib uyga qaytdik. Uyga qaytgandan keyin bu yamatda fanni maktab ichib bolalarni o'qitmoqchi bo'lib tashviq qildim. 40 bola yig'ildi. Bolalar meni
Memtili әпәнди deb atashdi. Çoğlarmı şundaq atashqa başladı. Biroq mening ishim kona dunyoning buruq-turum muhitida ko'p hayot kechirolmadi. Kona kuchlarning besimi ostida balalarning ota-onalari balalarini elib ketishdi. Men to'liq mayuslangan bo'lsam-mu, biroq ochiq amaliyot oldida hech nima qila olmadim. Bu chaqda yeshimmi xili zo'rayib qolgan, aqlimmi xili oshgan edi. Amalsiz dadamga yordamlashib, tevibchilik qilishga majbur bo'ldim. Ko'nglimda tevibchilikni qidirqinib ugunib, mushu jihatdan bo'lsa-mu xalqqa xizmat qilaman degan niyatga keldim. Doğru o'simliklarni yig'dim, o'simliklarni quritdim, so'qib, ayrim-ayrim qachiladim va dadamning tajribalari asosida astirtdan yana qayta sinoq ilib bordim. Dadam mendan cheksiz rozi edi. Akam ikkimiz bir muncha o'simliklarning shifoliq rolini bayqadik, ya'ni yangicha tangshash nisbatini topdik. Bundan boshqa dadam juvuchilikmi qiladi. Shunga teri ta'sak sitilish va doğru o'simlikni yig'ish uchun pat-pat yayloqqa chiqib turardik. Demak, oilamizning kirimi yaxshi, turmushimiz xili obdan o'tadi. Biroq menga hamon nimadir yetishmayotgandek bo'ladi. Yurkimning cho'nqur qatlamlarida Ahmet Kamal yaqqan o'tlar o'chmagan. Yurkim hamon kengliklarga talpinadi. Istikim texim cho'ngroq xizmat qilish edi. Albatta, lekin men bo'lsam texi bala, bilimimmi, yuz obro'yimmi yo'q. Bundaq turib nima qila olayman? Mushularni o'ylaganimda bakmo bearam bo'latdim. Bir kuni sizlarninkiga Axundadam bilan ko'rishgili berib, yanashimda Tavfiq shu yerga kelganda sal to'xtab ilova qildi. Bu kundagi ishlar mening keyingi hayotimdagi o'zgarishlarning boshlanishi bo'lib qolgan edi. Shunga buni so'zlayapman. Shundaq deb izohlagandan keyin avvalgi so'zini davom qildi. Vaqtdan yanashimda bu yamatning yuzbeshi Abdulbaqi cho'ngning ishik oldidan Romilni oldig'roq chigib, yuziga soyvan qilib olgan 16 yoshlardagi bir qiz ishtik yugurib chiqib qoldi. Hava toza qizg'an tush mezgili bo'lg'achqa g'iribchilik bosgan agir-bugri yezi yo'lida odam yo'q edi. Shunga ishtik bosgan oyoq tevishi darhol diqqatimni tortib darvoza tarafga qaradim. Shundaqla hiliqi qizni ko'rib qoldim. U nihoyatda livan edi. Biroq uning har bir go'zal alohidligini tasvirlab berishga ojizlik qilaman. Chunki men uningga bir qarab qoldim-yu, darhol ko'zlarimiz uchrashib qolgan va allaqandoq sehriy kuch bizni shu yerga mixlab qo'ygandek har ikkimiz turib qolgan edik. Men uningga shuncha qisqa muddat qarg'animga qaramay, uning harakatlaridagi chaqqan tetikligini, mijozdagi ochiq yo'riqligini bayqab, kiyik balisidek sho'x nimikan degan xiyolni ko'nglimdan kechirdim. Ham uning ashundoq mijoz xulqiga yarasha ovozimi kumush qo'ng'iroqdek bo'lsa kerak deb o'ylab, ovozni anglab baqish xiyolda oldin gap etishga o'zimga ilhom berdim. Nima deydiganligimni qancha qilsam-mu o'ylab topolmadim. Nima bo'lsin deb oxiri nimandaq hurkib ketgan kiyik bolasidek yugurib yursiz, dedim angsiz bir holatda, ishonchsiz ohangda. Shundoq dedim-yu, butun badnimga o't ketdi. Gaplarim bak qo'pol ketdimikin deb dakka-dukka bo'lib qoldim. Sizchu, sizmi nimandaq bo'ri bolasidek hurkitib yursiz? Hurkitgan o'zi turib, nadin kelgan odam kim bu? Dedi u. Pah, uning ovozi sozlangan tarining sadosiga o'xshaydi ekan. Sal jur'atlangandek bo'lib, vaqqa Axundadamninkiga berib kelyapman, dedim kulkilik holda. Amaliyotdimi u meni masxara qilgandek qilib, "Vuyey, Axundadingizning kimligini o'zingiz bilmasangiz, men nadim bilay? Sizni ko'rib baqqanim yo'q. Qiz tozmi erki o'sgan qiz bo'lg'achqa mendan jur'atliroq bo'lib chiqdi. Tashaxunimchu, mening Axundadam balalarga o'xshash so'zlarni qilib yurganimdan o'zimga bakmo ochiqim keldi. Oduqqan holda iza tortishimni yo'shirishga aldirab, men g'anjo'g'andan kep qolmadim. Menmi bu yamatliqu? Siz meni bilmasangiz, men sizni bilaman. Siz 105ning qizi. Ha? Menmi sizni bildim. Siz Tivipning o'g'li, iliqi apandichilik qilib yurgan bola anglagan edim. Shu chaqda ho'ylidan birisining gal qirishi,
va so'rab bosgan qadam ovozi anglandi. Uyey, dadam, chapsan yo'quling, dedi qiz va darhol Romilni peshonasiga qilib, iriq bo'yga ingishdi. Man ham huduqqan, ham ketishga qiymagan holda orqamga qarab qo'yib ketib qoldim. Orqamdan 105ning qiziga qayg'ini anglandi. Shundan keyin menga shirin xiyollar hamroh bo'ldigan bo'ldi. Yiroq yaqinga dori o'simliklari yig'ish, ovqat qilish uchun berishga to'g'ri kelsimi, dadam bilan akam ikkisi boratdi. Men biror bahona tepib akamni berishga soy qilatdim-da, o'zim uyda qolatdim. Ishdan bekor bo'lsamla 105ning uy atrofida agib yuratdim. Kechlari do'stlarim bilan billa naqsh to'g'lab, kechini chang keltirib o'tatdim. Uningga beg'ishlab beytlarni yozishga boshladim. Hatto ba'zilarini xalq naqshlarini ohangga silib o'qib, kechalari shu atrofni agitdim. Qaytib kelgandan keyinmi tunning ko'pragini xiyol bilan yoki tambur chilib, mung to'kish bilan o'tkazib, tuzuk uxlay olmaydim. Hey, qarg'anda yosh yigit degan ba'ayni To'suntayning o'zi bo'ladi ekanda. Kun bo'yi so'kildab yurgan, ishlab borganning ustiga yana yarim kechagacha naq to'g'lab yurganlarimiz. Gap bu yerga kelganda Harvukashmu gavdisini burab, parangga quloq solishga boshladi. Ot bo'lsa, asta mingishga tushib oldi. Tavfiq hikoyasini davom qildi. Anam mening mijozimdagi o'zgarishlarni sezib qopti. Dadam ikkisi maslahat qilishib, meni o'lib o'tmoqchi bo'lishgan o'xshaydi. Bizda bolalarning muhabbatlashishi bilan oila quriladigan ish yo'q. Ata-onalar o'zlari tanlab birisini elib beradigan gap bo'lg'achqa, ularning kimni detiga keltirayotganini bilmak menga muhim edi. Ular bo'lsa, mening ko'nglimga kimni pukkanligimni so'rabmi o'ltirmaydi. O'zlaricha aldirishadi. Men ularning biror chatoqni terib, meni toza qiyin ahvolga tushirib qo'yishdan ansirab, ularni to'sishni o'yladim. Lekin bizda ata-onaga to'g'ridan to'g'ri bu to'g'riliq gap qiladigan odat bo'lmag'achqa, pardisi yo'l qo'ymaydi. Oxiri men do'stimni ara qo'yib, avval ularning ko'ngliga pikvatganini o'qishib ko'rdim. Ularning kelinlikka ditlayotgan qiz 105ning qizi emasligi ma'lum bo'ldi. Lekin men o'z ko'nglimdagini aytishdan xijil bo'lib, ularni to'y qilishdan to'sib qo'yish bilanla cheklandim. Birinchi qatimliq uchrashishdan keyin ko'p uringan bo'lsammi, qizni chala puchuqlar qarasini ko'rdim-yu, so'zlashgidek fursat topolmay yurdim. Mushu mezgil ichida bakmo azoblandim. Hiliqi chog'da uning ismini bo'lsimi so'rab olmaganimni qarmamdigan. Endi boshqalardan so'ray desam, xuddi boshqalar mening sirimni bilib oldigandeklar tuyulib, og'zimdan chiqara olmaydim. Oxiri bir kuni xuddi birinchi qatimqi uchrashishimizdek ko'chada qisqala uchrashib qoldik. U kunimi tush vaqti bo'lib, havo issiq bo'lg'achqa tala tuzda insi jin ko'rinmaydi. Men yana vaqtdan yongan edim. Abdulbaqi cho'ning uyiga yaqinlashgan sari qadimimni astlatdim. Darvozaning udliga oz qolganda osmondan tushgandekla mashqum oldimda paydo bo'ldi. Yurkim og'zimga tiqilib qolgandek gap qila olmay qoldim. Xuddi birdilla sovuq suvga tushib ketgandek andikib ketdim. Ajabmi uchrashib qoldingiz-a? Kech kunduz Xudodan tilaginim shu edi. Dedim, sal demimni rostlab olib, dakka-tukka ichida oldi keynimga qarab, sizning ahvolingizni nega berib aytay? Bu nima deganido deb o'yladim ichimda. Uchrashib qolaman deb tamadila yurgan edim. Siz oyoqqa o'tib ketayotganda o'gizidan qachon yonarkin deb o'giziga necha chiqibdiman. Tova, bir chog'da qarasam apandiga o'xshash mingib kelib o'tibsiz, dedi qizmo aloq-jaloq atrofga qarab. Demak, bizning oramizda bir eg'iz rasmiy gap bo'lmay turibla o'ylarimiz bir-birimizga ma'lum bo'lib bo'pti. Sizga jiq gaplarim bor edi, biroq meningmi? Birisi kelib qolsa gap topmasin. Oqshomliqqa bizning boqqa kelamsiz? Qarong'i tushgan hamon yon eshikni ichidan ichib qo'yman. Eshik bilanla chirisiz. Ma'qul. Amsa tikrak yo'qiling. U qandoq tiz paydo bo'lgan bo'lsa, shundoq tez g'oyib bo'ldi. U kuni kunning kech bo'lmaganini nima deysan? Uzunroq badr bo'lsa, kunni ishtiribla tog' kayniga haydavatgim kelib ketdi. Men qanchalik sabrsizlanganim bilan quyoshning nimparvoyi, kechki tomoq gilimdan o'tkinim yo'q.
105-ning uyi tarafga qarab chopdim. Qonaqliqlarning qirlaridan müdürüp cho'qirib, ularning yon ishkini topdim. Ishik taqoqliqmikin, har holda ham etiklik turadi. Biroq bu kamdan kam echildigan ishik bo'lg'achqa, yomg'ir suyi ulgujikiga layt eqitib kirib, chinqab qo'yg'achqa, ishikni ittirishim bilanla shunchalik saat g'ichirildiki, yurakimning urishi to'xtab qolgudek bo'ldi. Bu g'ichirlash hozirgacha quloq tuvimdan ketmaydi. Yelimo ana shundoq g'ichirlashni anglasam, shurkinib ketaman. Baqqa kirib, talbarangning ostiga berib o'ltirib, ehtiyot bilan süzüp nafas elib, uni kutib turdim. Bir kamda bog'ning hovli tarafdagi eshigi ochildi. Uni mening tevishimdan toniydi deb ishinib allaqandaq charandiga o'xshatib siqirtib qo'ydim. U holuqqan holda barang ostiga keldi. U menga tashlandigandekla yaqinlab keldi. Men go'yo o'tdan qochgandek bir yonga dajib aramizda muayyan bo'shliq qoldirib to'xtadim. Keldingizmi? Birisi ko'rmagandi? Yo'q, ko'rmadi. Ha, gapingizni qilmamsiz. Chapsam bo'ling, meni izlab qoladi. Nima desam bo'la? Jiq gaplarim bordek qiladi. Endi birsimi yo'q-ku, ha? Hiliqi nima? Bizning uydagilar deydigan gapingizni ko'nglingizga tizib olib, ondan kelsangiz bo'lmamdi? Qandoq qilman? Tizib olsammi qechib ketsa, buningga o'zingiz ayblik. Siz tizib olgan so'zlaringizni davarmamsiz. Manmi shu, ildan bo'lsaq bo'ladi. Ha, rost. Hozirgacha etingizni so'rmabdiman. Birisidan so'ray desam, gumonlanmasin deb qo'rqdim. Manisa. Ha, mening itim. Sizning itingiz mamtili. Shu. Mening itimni qandoq bilasiz? Tevibning bolasini bilmaydigan ish bo'lamdi. Siz bola o'qitibmi yurgan? Haq sizni apandi deydi-ku. Hiliqi gapimni topdim. Bizning uydagilar kelin izdigili turibdi ekan. To'xtatib qo'ydim. Nima? Ularning topqini siz emaskansiz. Shunga kim? Qayerlik? Tuqqanlardan birining qizimish. Mening to'g'ramdimi shundaqroq bir ishlar bo'lsa kerak. Uydagilar nima? Kimmish u? Nalikkan? Bozor vishliq deyishvatidi. Men ko'rib boqmagan, ammo do'stlarim har kuni u to'g'riliq anglaganlarni menga deyishdi. Ularning aytishi qaraganda u tozimi buzuq, nashkash bir nimikan, qimarmi o'ynaydi ekan. Iti nimikan? Iti uyingizdagilar nimishqa ashundaq bir odamga chapsanlab ma'qul kelib qo'ygandi. Uning qo'lida hunar bormish, hunari bor odam xor bo'lmaydi, debla qilayotgan ish. Hunari bo'lib, nima hunar bo'lar uning? Ya do'g'chidu, ya navaydu. Endi qanday qilamiz? Men qiz bola tursam, mening qo'limdan nima keladi? Shunga sizni ko'rishga oldirgan edim. Hamisha naqsh etib, uyan-buyan o'tisiz, odamni qiynab, tinchqina uxlag'ilimi qo'ymaydigan bo'ldingiz. Sizga tetimgan bo'lsa, bugundan boshlab bu atrofda unimni o'chiray. Yo'q, dedi qiz hovliqib. Asla meni uningdanmi mahrum qilmang. Uningmi ma'qul. Hiliqi ishni o'zim bir amal qilaman. Bo'lmasa mashhadga berib, hiliqi bir nima bilan ko'rishiman. Hargiz uning bilan ko'rishkichi bo'lmang. U turganlar bir ish demish. Ha desa pichoq ko'tarib chiqadigan qanjiq deydi. Bir uning bilanla ketmaydi danga. Texi bozor vishiliqini bilamsiz. Qo'shilg'aydan u haqqa gap qilib oyiqiga chiqqili bo'lamdi. Boshqa amal bo'lsa qiling. Mangamo gap keltirib qo'ymang. Endi keting, chaqqan bo'ling. Anam meni izlab qoladi. O'yilda birsi minib yuridi. Shuncha uzoq kutib, aran qo'lga keltirgan qimmatlik minutlar ana shundoq tezla oxirlashdi. Uning oldiga berishda vesal shodligi bilan dilim yayrab, dam-mudam xushalliq atishi vujudimni ko'ydirib turgan bo'lsa, hamda qiyolmaslik ilikida yurakim ichishib yandim. 2 etizdan o'tgandan keyin o'zimni ruhlantirish uchun ishonchsiz ovozda naqshi boshladim. Ammo bu naqsham o'zimgimi yig'layotgandek anglandi. Davomi bor.